Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Felix Minecraft. Bugungi videomizda biz qanday qilib Alticraft serverida kirgandayoq qanday nezarit, full nezarit bo'lishni o'rgataman. Mana masalan o'ynamoqchisizlar. Bitta nik yaratdinglar mana. Menimcha men bitta nik yaratib ko'rsatib beraman. Masalan xohlagan niklar qo'yasizlar-da mana. Kraslar. Bu xohlagancha nikni yozib kelasiz kraslarda. Keyin hozir o'rgataman. Men hozir kirishim bilan bitta yangi komanda qo'shilibdi. Ash komanda orqali men oldim. Sizlarga ham ko'rsataman. Anarxiyaga kirsam hamma nezarit. Keyin bittasi menga alina qildi. Nezarit full, nezarit tashavordi-da. Hammasini tashavordi-da, keyin o'ziga boshqa yangi topdi. Xullas sizlarga hozir ko'rsataman-da bitta. Uni yangilasa ham bo'ladi kit pp-ni o'lgandan keyin. Kit pp emas endi. Kit pp-da emas, kit pp-ni olib tashagan. Hozir. Kirdilar mana menu chiqadi. Tarmoq o'yinlari mana Alticraft serveri. Mana kecha aytgan o'tib tashladim chunki unga kit o'rnatib kirdim. Obunachilarga full nezarit qilaman deb o'chib ketdi. Banga kirib ketdi doimiga. Undan sotib olsa ham bo'lar ekan. Mana registratsiya palon. Mana registratsiya palonini yozamiz. Register mana 098 qo'llasanglar. Takrorlash kerak edi. Register 098. Agar sizlar birinchi marta kirishinglar bo'lsa, net parolinglar net bo'lsa bir marta yozib kiraverasizlar. O'zingizlar akkauntingizlarda ham bo'lsa bo'ladi. Agar full nezarit bo'lsanglar kerak emas sizlarga. U full nezarit tashlaveringlar. Agar imperator narsa bo'lsa tashamanglar u. Bular. Mana boshlanib ketdi. Mana kirdinglar. Mana bu narsalarni ne qilib otvoringlar endi. Chunki hozirlarga bir narsa ko'rsataman. Otasizlarda bularni otvorasizlar. Keyin mana komandaga o'tib, bundan free kit degan qo'shildi. Free kitni bosasizlarda mana bebul kit oling. Mana. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Eng zo'rda bu. Do'stlar, mana. Ko'ryapsizlar mana ularni. Jigarlar hammaga yordam bersanglar bo'ladi. Mana tashlab berasizlar. Xohlasanglar mana tashlab berasizlar. Ularni tashlab berasizlar-da mana. Mana tashlab berasizlar. Bu jigarlariga. Keyin 2 minut kutib o'zingizlarga boshqa olsanglar ham bo'laveradi. Yordam berasizlar shunaqa botlarga. Do'stlar, yordam berasizlar shunaqalarga. Frekit foydalanib qolinglar do'stlar. Sizlarga maslahatim bu. Server qachongacha turadi, qachongacha sizlar bot bo'lib o'ynab yurasizlar. Do'stlar, Frekit deb yozib, bularga tashlab beringlar do'stlar. Faqat yordamlashinglar mana. Jigarlar. Frekit deb yozinglar. Jigarlar. Frekit deb yozinglar. Frekit deb yozinglar. Yo, men yozayman. Free qilasizlar. Keyin kit qilasizlar. Mana bepul. Kuchingiz kerakda mana 1 minut 37 sekund. Kuchingiz kerakda. Xullas mana ko'ryapsizlarmi? Hammaga xayr do'stlar, sizlarga zo'r imkoniyat aytdim. Xullas foydalanib qolinglar do'stlar. Qachongacha bu kitni ishlatsa bo'ladi, foydalanib qolinglar do'stlar. Bedwars o'ynamoqchi bo'lganlar. mana
Sizlarga xayr. Sizlarga zo'r yo'lni o'rgatdim.